Xudo saqlasin, zalolatga kirib ketib qolsak, juma farzligini ham his qilmay qolardik. Chunki bunaqalarni ko'rdik. Xudo saqlasin, safda yonma-yon turib namoz o'qib, hatto alkash bo'lib qolgan darajadagi do'stlarimizni ko'rdik. Ko'rib, quchoqlab ko'rishib, mastligida ham quchoqlashib ko'rishdim. Chunki ustida najosat sezmadim. Ko'rishib, hol-ahvol so'rab, bizning vazifamizda u. Men botqoqlikqa botyapsam, qo'limdan ushlab tortish sizlarga vojib bo'ladi. Ichlaringdan birortalaring botqoqlikqa botsalaring, menga va qolgan bizga qo'lingizdan tortib chiqarish vojib bo'ladi. Bu hayotdagi botqoqlik juda borsa o'ldiradi xolos. Rossiya tomonlarida botqoqlik ko'p-ku.